Daca, Çoğuşan, hov. Hov. Hem olaniki roziyeti mübarek olsun. Mübarek olsun. Onda olsa, bugün yana roziyetda, Irak yaqinda bizning dukunimiz kelgan xaridalarga biz bugün 71 kuni tushgacha yana soat 2gacha mulozimat qilamiz. Ertaga 72 kuni tushdan soat 2 dan kech soat 9 gacha mulozimat qilamiz. 73 kuni bir kun dam olib, 74 kuni ertaga normal ish chiqadi. Chiqamiz. Ertaga bizning Irak yaqindan kelgan xaridalarimiz bor, ish taqilib qolmasin. Ataytın Irak'tan kelgandan keyin ish taqilib qolib qolsa keyin infitlash bo'ldi. Shunga Irak'tan kelgan xaridalarımızga undan mulozimatni qilib, yetinglar muborak bo'lsin, aka deb turib toza. Qilamda? Bo'ldi. Andan keyin jalliq qilsanglar soat 2 da uyda go'sab qo'ydik. Go'shyam qilmamda? Yeriz. Yetib qolamsizlar? Oyim, 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 oyim. Bugün hey dostlar, barcha dillar kulsun oyimda. Bugün hey dostlar, barcha dillar kulsun oyimda.